Tak, hammaga salom do'stlar va hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan birinchi mavzu desak ham bo'ladi. Eng ko'p beriladigan savollar brokerni qanday tanlashimiz kerak. Xo'p, brokerni tanlashdan oldin biz broker informatsiyalariga e'tibor berishimiz kerak. Masalan, juda ko'p treyderlarni kuzatayotganingizda broker haqida ma'lumot berishadi. Masalan, mana bu brokerda mana bunday qulayliklari va imkoniyatlari bor. Mana bu brokerda mana bunday qulayliklari bor. Mana o'zim bu brokerda savdo qilaman. Xo'p, bu brokerdan yoki boshqasidan biz ro'yxatdan o'tishimiz uchun bizga nima kerak? Broker haqida birinchi o'rinda informatsiya kerak. Bugungi mavzuda biz brokerdan tanishish, bu birinchi mavzu bo'ladi, tanishish. Ikkinchi mavzumiz esa bu ro'yxatdan o'tish haqida gaplashamiz. Va oxirida emas, asosan shu ikkalasini ichida biz aynan qanday hisob raqamlarida savdo qilish kerakligi haqida ham gaplashib o'tamiz, ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi mavzumiz broker. Ya'ni kim? Broker tanlash. Qaranglar. Broker tanlash bo'yicha bizda bir nechta imkoniyatlar bor. Ya'ni kim? Bir nechtamiz juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Demak, brokerni tanlayotganimizda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizani birinchi o'rindagi savdo strategiyamiz. Broker tanlayotganimizda eng asosan e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Tushundinglar degan umidaman. Savdo strategiyamiz, ya'ni kim? Savdo strategiyamiz bu birinchi bosqichimiz. Ikkinchi bosqichimiz esa balansdagi summa. Xo'p, nimaga unaqa aytyapman? Balansdagi summani umuman farqi yo'q degan fikrlar bor. Bu juda ham to'g'ri. Ammo hammasiga alohida urg'u berib tushuntirib o'tib ketaman. Demak, savdo strategiyasi. Savdo strategiyasi nima? O'zi treyderlar bir necha xil turga bo'linadigan treyderlar mavjud. Bu skalperlar, bu birinchi turi. Juda ham tez savdo qilib turib, tez foydasini olib ketishadi. Shu uchun ham ular skalperlar deb ataladi. Xo'p, bu birinchisi skalperlar. Xo'p, endi ikkinchisi deylik kunlik treyderlar, day trading deydi, boshqa deydi. Va yana biri bu uzoq muddatli. Bo'ldi. Endi biz shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni kim? Ham yozib o'tirmadim, long deb yozib qo'yaman, чтобы там uzoq mavzu bo'lib ketmasligi uchun. Ya'ni uzoq muddatli bir kun davomida savdo qiladigan yoki skalperlar. Xo'p. Bularni sizni asosiy savdo strategiyasi qaysi ekanligini aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni, agarda siz uzoq muddatli yoki bir kun davomida savdo qiladigan bo'lsangiz, agarda savdongiz bir kundan, birinchi kundan ikkinchi kunga o'tib ketadigan bo'lsa, siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu swap yoki swap. Aynan shu narsa free bo'lishi kerak. Free, ya'ni siz agarda ochiq bitingizni deylik qaysidir holatda siz buy qildingiz yoki sell qildingiz, ochiq bitingizni bugundan ertasi kunga olib o'tsangiz, yopmasangiz, ushlab turadigan bo'lsangiz, sizga swap degan narsa bor. Aynan bu brokerlarning komissiyasi hisoblanadi. Sizdan pul olib qolmasligi kerak. Bu nimaga kerak? Swap free odatda islamik akkauntlarda ham ishlatiladi. Shuni hisobga olgan holatda juda ko'pchilik swap yo'q akkaunt ochishadi va o'shanaqa akkauntlarda savdo qilishadi. Uzoq muddatli savdo qilish, masalan, men valyutalarda savdo qilganimda doim free swap akkaunt ochib, aynan o'sha yerda savdo qilaman, chunki valyutalarda dolga ushlab turaman, bir necha kun ushlab turaman. Shuni hisobga olgan holatda swap free bu komissiya. Ochgan lotlaringizga asoslangan holatda ularni lotlarni, spreadlarini nechadir foizini chiqarib beradi sizga. Ya'ni bu qanday holatda bo'ladi? Deylik, siz ochgan bitingiz taqriban $100 foydada turgan bo'lsa, taqriban ochgan bitimlar hammasi. Ammo swap minus bo'ladi. Va natijada swap deylik bir $5 bo'ldi deylik, $5 bo'ldi. Natijada siz $100 emas, balansda ko'rsatiladigan summa, ko'rib tursangiz, $95 ni tashkil etadi. Xuddi shu narsa swap bo'ladi. Tushundingizmi? Aynan shu narsadan qochish uchun ham swap freelardan foydalansanglar bo'ladi, agar uzoq muddatli savdo qilmoqchi bo'lsanglar.
Skalperlar esa qisqa muddatli savdo qiluvchilar juda ham tez savdo qilishadi. Ya'ni kim aytaylik, bozor harakati davomida qaysidir zonaga kelishini kutishdi va shu zonaga kelganda сделка ochishni boshlashadi sell deylik va aynan shu yerdan ozgincha yursa ham ular normal foydada bo'lishadi. Chunki aynan shu yerda juda ham ko'p kirishadi. Ba'zi hollarda full margin deyishadi. Ya'ni kim balanslar ko'targuncha сделка ochishadi. Bunaqa holatlar ham bor bo'ladi. Va ozgincha yursa ham 20-30 pips yursa ham normal holatdagi 1 kun 2 kun uzoq muddatli savdo qiluvchilarni 1 kun 2 kunlik natijasini bir necha daqiqada bitta сделкада chiqarib olishi mumkin. Lekin bozor qarshi ketib qoladigan bo'lsa, anchagina minus qilib qolish ehtimoli ham bor. Skalperlarning xavfi, riski juda ham yuqori bo'ladi. Shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Va skalperlarga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu spread. Spread nima? Deylik, mana bu yerda men narx qo'yaman. Mana bu narx birligi 61.88.57. Mana bu keyingi narx birligi 61.84.83. Bu nima degani? Demak, agarda siz shu yerga bozor harakati davomida xuddi shunday holatda turadi, bu spread deyiladi. Spread nima? Agarda buy bitim ochadigan bo'lsangiz, bozorning yuqori ketishiga bitim ochadigan bo'lsangiz, pastdan emas, yuqoridan ochiladi. Va bozorning o'zi mana bu yerda, lekin bitim mana bu yerda ochiladi. Va o'rtadagi masofa bu spread deyiladi. Bu bozorda har bitta ochgan bitimiz minusda ochilganligi uchun ham bu yerdagi summa brokerning komissiyasi hisoblanadi. Va siz sell ochadigan bo'lsangiz, deylik, mana bozor spreadi mana bundan hisoblanadi va bitim pastdan ochiladi. Va o'rtada minusda ochiladi. Aynan shu narsa spread deyiladi. Va skalperlar aynan bu narsaga juda ham qattiq e'tibor berishadi, chunki bular momentalni kirib, momentalni chiqib ketishadi. Shuni hisobga olgan holatda spread juda ham yaxshi o'rin boshlaydi. Va bizga spreadimiz kam bo'lishi kerak. Swing trade, uzoq trade qiladigan bo'lsak, swapimiz bo'lmasligi kerak. Xo'p, depozit. Nimaga depozitimizga qarab dedim? Ya'ni sizda depozitingiz kattaroq bo'lsa, ya'ni kim kattaroq bo'ladigan bo'lsa, siz asosan mana bu holatga ega bo'lasiz. Uzoq muddatga ushlab turasiz. Depoziti kichkinalar esa doim skalperda savdo qilishga harakat qilishadi. Shularni hisobga olgan holatda siz kamroq depozit bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ko'proq foyda olish bo'lmoqchi bo'lsangiz, skalper qilish kerak bo'ladi-yu, lekin riski juda baland bo'ladi. Xo'p, bu broker tanlashda ana shu narsalarga birinchi e'tibor bersak, mana shu narsalarimizni qanday kontrol qilishimizgacha e'tibor bersak, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Andan keyin brokerni biz proverkasiga o'tsak bo'ladi. Masalan, qaysi brokerdan ro'yxatga o'tmoqchimiz va uni ozgincha bir proverka qilib olsak ham bo'ladi. Masalan, birinchi qiladigan ishimiz litsenziyasini tekshiramiz. Ofitsialniy saytini tekshiramiz. Ofitsialniy saytlarda odatda chiziqcha, nuqtacha, virgulcha, nimadir, .com, .ru, .1 bola bo'lib ketib qolsa, odatda ofitsialniy bo'lmaydi. O'zini har bitta ofitsialniy saytining ichida O kompaniya degan joy bo'ladi, eng pastida. O kompaniya degan joy. O'sha yerga kirib, litsenziyasini topib, litsenziyasini proverka qilsa bo'ladi. Internet orqali bo'lsa-lar, proverka litsenziya brokeri deb yozsanglar, o'zi chiqib keladi qanaqa qilib proverka qilish haqida. Оценка объективности прибыли. Broker shoshib bo'ladigan bo'lsa, pribili qanaqa holatda bo'lishini, ya'ni kim ocenka pribili qanaqa? Bu ocenka pribili odatda shunday narsaki, shartnomada belgilanadi. Ya'ni kim agarda broker bankrot bo'lib qoladigan bo'lsa, deylik, uni ocenkasi 5 million dollarlik. Va balansda mavjud bo'lgan treyderlarning pulini qaytarib berish kerak bo'ladi. U bankrot bo'lgan. Uni ocenkasi 5 million bo'lgan, demak bank unga kredit ajratishi mumkin bo'ladi. Mana shunaqa holatda adashmasam, aniq esimda yo'q, lekin shunday holatki, ya'ni kim mabodo bankrot bo'lib qoladigan bo'lsa, ularni ocenkasi orqali ular masalan o'sha ma'lum bir miqdorni to'lab bera olishadi. Masalan, bankrot 5,5 million bo'ladigan bo'lsa, 5 milliongacha to'lab bera olishadi degan narsasi bor edi. Ja uzoq mavzu, ja unaqa keraksiz narsa bizga, lekin broker proverka qilish uchun informatsiya bu. Lekin mana bu narsaga nima deydi, bu e'tibor berib ishlaydigan. Masalan, kirdik, savdoni qildik, foyda olib chiqib ketdik, bo'ldi. Проверка качества работы службы поддержки. Да, bu narsa juda ham kerak narsa. Masalan, vaziyat bo'lib qoladi, pul tushmay qolishi mumkin. Pul chiqarganingizda pul balansingizga tushmasligi mumkin.
broker ishlamay qolishi mumkin, MetaTrader ulanmay qolishi mumkin. Shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Shunday holatlarni oldin olish maqsadida просто registratsiya qilgandan keyin служба поддержкаga yozib ko'rsanglar bo'ladi. Qanchada javob berishadi. Juda uzoqmi, tezmi, qanaqa yordam bera olishadimi, yo'qmi? Masalan, men bu narsani tushunmadim, men bunaqa qila olmayman, nima desam bo'ladi, mana bu yerda xato ekan, men bunaqa qilish kerak edi desangiz, o'sha служба поддержка yordam beradigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi, chunki demak brokerning ustida ishlashyapti. Изучение отзыв о брокере. Bu narsa menimcha hammaga oddiy narsa. Brokerning odzivini qidirish qiyin emas. YouTubedan tortib, Instagramdan tortib, просто Googledan qidirsanglar ham bo'ladi. Bu juda ham oddiy va easy narsa. Bu juda ham oddiy. Xo'p, endi ikkinchi qismga o'tamiz. Bu bizani registratsiyamiz. Bu registratsiyamiz. Kelinglar biz registratsiyamiz bir qismga bo'ladigan bo'lsak, mana bu qismga bo'ladigan bo'lsak, bu brokerni tanladik. Birinchi qiladigan ishimiz brokerni tanlaymiz. To'g'rimi? Mana broker tanlandi. Va shu o'rinda aytib o'taman, mana описаниеda mana brokerlarim bor, o'zim ishlatadigan brokerlar, bemalol ulardan o'tib ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga o'tsanglar, hammasini ofitsialni linklarini qo'yib qo'yganman, xohlasangiz u ham описаниеda bor, qanaqa ro'yxatdan o'tish, nimalar qilish kerakligi, informatsiyalargacha yozib qo'yibman, kreditni pulchosdan tortib hamma narsasigacha informatsiyalar bor. Bemalol o'tib xohlaganingizdan ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Uni masalasi yo'q. Demak, broker tanlandi. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu registratsiya. Registratsiya ba'zi joylarda sign up bo'ladi. Ba'zilarda o'zbekcha versiya kiritgan bo'lsa, bu ro'yxatdan o'tish. Bu oddiy narsa menimcha, уже biz shuncha narsani qilyapmiz, demak bu oddiy narsa deb o'ylayman. Ro'yxatdan o'tish. Keyingi bosqichimiz bu o'zimiz haqidagi informatsiya. Masalan, bu bizning informatsiyamizga gmailimiz kiradi, o'zimiz haqidagi ma'lumotlarimiz, ism, familiyamiz kiradi. Maksimal darajada pasportdagidek qilib yozinglar. Ofitsial broker bo'lgandan keyin nimaga pasportdagidek hali tushuntirib beraman hozir. Hamma narsa bir xil uzluki bo'lishi kerak, chunki brokerda informatsiyangizga kirib ro'yxatdan o'tganingizdan keyin ozgincha ba'zi brokerlar savol javob qiladi. Ba'zi brokerlar qiladi, hammasi ham emas. Question answer qilishadi. Ba'zilari qilishmaydi. Savol javob. Pulni qayerdan oldingiz? Qancha mablag' kiritmoqchisiz? Qayerdan kelib turadi sizga? Qancha chiqarmoqchisiz? Qancha shug'ullanmoqchisiz? Itagidali mana shu oddiy savollar bo'ladi. Xo'p, informatsiya, savol javob, sizga hisob raqami ochiladi. Avtomatik ochiladi hisob raqam. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin o'z ochmaysiz. Avtomatik hamma brokerda hisob raqam ochiladi. Hisob raqam ochiladi. Va keyinchalik siz ham yana boshqa qo'shimcha hisob raqam ochsangiz bo'ladi. U masala emas. Va hisob raqam ochsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, qoida qanday? Hisob raqam bu sizning asosiy hisob raqamingiz. Siz bu hisob raqamni bemalol ulashingiz mumkin MT5 ga yoki 4 ga. Bu umuman vopros olib keladigan narsa emas, savol javob qiladigan narsa emas, juda oddiy narsa. Hisob raqamning loginlari, serveri, parol kiritiladi. Bo'ldi, ulaysiz. Oddiy narsa. Va bitta narsaga e'tibor bering, pul solish, depozit va pul chiqarish. Pul chiqarish odatda primoy o'zingizni nomingizdagi kartaga borib tushadi. O'zingizni nomingizdagi kartadan chiqariladi. Tushundingizmi? Ya'ni siz pul tashlamoqchi bo'lsangiz, kartangizdan depozit qilasiz, pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, hisob raqamingizdan kartaga tushadi. Tushundinglar? Aldanib qolmanglar. Ya'ni siz pul chiqarishingiz uchun qaysidir bankka perevod qilasiz, Shveysariya bankiga perevod qilasiz, nalog to'laysiz, yana nimadir qilasiz. Unaqa narsa mavjud emas. Ular skamerlarni prosta oddiy bir yangi usuli, odamlarni aldashning yangi usuli. Bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham biz boshida informatsiyada o'zimizning daniyalarimizni kiritdik. Tushundinglar? Chunki biz o'zimizning daniyalarimizga asoslangan holatda karta ochamiz. Oddiy misol banklardan. Va shu informatsiyaga asoslangan holatda broker biz depozitimizni kirgizadi va pul chiqaradi. Begona kishidan pul tashlasak ham bo'ladi, u masala emas. Pul chiqarishda muammo bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda o'zimiz kartamizdan bo'lishi shart. Bu yaxshiroq. Bu oddiy narsa. Buni qiyinchilik joyi yo'q. Bu eng asosiysi. Ya'ni begona odamga pul tashlab bermanglar. Pulingizni tashlanglar, bonus berganimiz uchun siz menimcha to'lov qilishingiz kerak, menimcha foyda qilganingiz uchun pul chiqarishingiz uchun nalog to'lashingiz kerak. Unaqa narsa yo'q. Primoy kartadan depozitga, depozit hisob raqamdan kartaga. Bo'ldi.
Demak, qanaqadir savolinglar bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar. Alohida video darslik ishlab beraman, u masala emas. Sizlar uchun qiyinchilik joyi yo'q menga. Demak, men pastda brokerlar uchun kanal, Telegram kanalimda va o'zimning asosiy kanalimni qoldiraman. Asosiy kanalimda men signal berib turaman, darsliklar berib turaman va brokerlar kanalida bemalol o'tib siz ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Любой brokerdan o'tda informatsiyalari bor. Va описаниеda qoldirdim broker linklarini. Albatta obuna bo'lish, like bosish va do'stinglarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videoda ko'rishguncha.